Prezidentning 2026-yil 1-aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash doirasida mamlakatimiz bo'ylab keng ko'lamli ma'naviy-ma'rifiy obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari izchil amalga oshirilmoqda. Bu ezgu jarayonlar Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida ham xalqimizning birdamligi, fidokorona mehnati va vatan taraqqiyotiga daxldorlik tuyg'usi bilan uyg'un holda yuksak sur'atlarda davom etmoqda. Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan kutubxonamizda ham turli tadbirlar, 3 avlod uchrashuvlari tashkil etilmoqda, deydi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi tasarrufidagi Andijon viloyati Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi direktori, axborot kutubxona a'lochisi ko'krak nishoni sohibasi Muborakxon Isaqova. Mustaqillik bu shunchaki tarixiy sana emas. Mustaqillik bu millatning sha'ni, xalqning or-nomusi, erkin yashash huquqi, o'zligini anglash va buyuk kelajak sari dadil odim tashlash imkoniyatidir. U bizga o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash, qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ona tilimizni, dinimizni, urf-odatlarimizni erkin rivojlantirish baxtini ato etdi. Xalqimizda shunday hikmat bor. Ozodlikning qadrini uni sevgan xalq biladi. Darhaqiqat, mustaqillik bizga osonlik bilan nasib etmagan. Bu buyuk ne'mat ajdodlarimizning orzu intilishlari, fidoyiligi va mashaqqatli tarixining samarasi hisoblanadi. Shuning uchun ham mustaqillikni asrash, uni yanada mustahkamlash va kelajak avlodlarga bebaho meros sifatida yetkazish har birimizning muqaddas burchimizdir. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy shunday degan edi: Vatan har bir kishining tug'ilib o'sgan shahri va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Bu hikmat zamirida vatanga muhabbat, unga sadoqat va fidoyilik tuyg'usi mujassam. Zero vatan ravnaqi har birimizning halol mehnatimiz, bilimimiz va ezgu amallarimiz bilan chambarchas bog'liq. O'tgan 35 yil davomida mamlakatimiz ulkan taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. Mustaqillik yillarida zamonaviy shahar va qishloqlar barpo etildi. Yangi maktablar, oliy ta'lim muassasalari, shifoxonalar, ishlab chiqarish korxonalari, madaniyat va sport maskanlari bunyod etildi. Mamlakatimiz iqtisodiyoti tobora rivojlanib, ilm-fan, axborot texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida salmotli yutuqlarga erishildi. Bugun O'zbekiston dunyo hamjamiyatida o'zining munosib o'rniga ega bo'lib, xalqaro maydonda ochiqlik, tinchliksevarlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga sodiq davlat sifatida e'tirof etilmoqda. Bu esa mustaqilligimizning eng muhim yutuqlaridan biridir. Yurtimizning ertangi kuni yoshlar qo'lida ekan, bugun ularga zamonaviy bilim olish, xorijiy tillarni o'rganish, innovatsion texnologiyalarni egallash, ilm-fan va tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Chunki bilimli, vatanparvar va fidoyi yoshlar yangi O'zbekistonning eng katta tayanchi va kelajagidir. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy shunday hikmatni meros qoldirgan: elga xizmat qilish eng ulug' saodatdir. Bu hikmat bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Har birimiz o'z kasbimizni sidqidildan ado etsak, jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'shgan bo'lamiz. Bugungi tinch va osoyishta hayotimizning qadriga yetishimiz kerak. Chunki dunyoning turli hududlarida urush va mojarolar davom etayotgan bir paytda yurtimizdagi tinchlik va barqarorlik eng katta boyligimizdir. Tinchlik taraqqiyotning poydevori, birlik esa xalq qudratining manbaidir. Xalqimiz bejizga birlik bor joyda baraka bor deb aytmagan. Mehr oqibat, hamjihatlik va o'zaro hurmat bizni yanada kuchli qiladi. Shu bois har birimiz vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi va kelajagi yo'lida birdan bo'lib mehnat qilishimiz zarur. Bugun har bir oila, har bir mahalla, har bir ta'lim maskani va mehnat jamoasida vatanga muhabbat, ona yurtga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yanada mustahkamlash muhim vazifamizdir. Chunki vatan taraqqiyoti avvalo inson qalbidan,
uning tafakkuri va ma'naviyatidan boshlanadi. Buyuk jadid bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiy shunday degan edi: haq olinur, berilmas. Bu hikmat xalqimizning ozodlikka bo'lgan intilishi, ilm, ma'rifat va taraqqiyot yo'lidagi qat'iyatini ifodalaydi. Mustaqillik ana shunday buyuk maqsadlarning ro'yobidir. Mustaqillik bu nafaqat bugungi kunimiz, balki ertangi istiqbolimiz hamdir. Farzandlarimizning baxtli kelajagi, xalqimizning farovon hayoti va yurtimiz ravnaqi yo'lida har birimiz mas'ulmiz. Qayerda bo'lmaylik, qanday kasb egasi bo'lmaylik, vatanimiz taraqqiyotiga o'z hissamizni qo'shish eng oliy burchimizdir. Keling, mustaqilligimizni ko'z qorachig'iday asraylik. Yurtimiz tinchligini qadrlaylik. Mehnatimiz, bilimimiz va ezgu amallarimiz bilan ona vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shaylik. So'zimni buyuk shoir Erkin Vohidovning vatanga muhabbat ruhini tarannum etuvchi mazmundagi fikri bilan yakunlamoqchiman. Vatan tuyg'usi inson qalbidagi eng muqaddas tuyg'ulardan biridir. Ana shu muqaddas tuyg'u barchamizni ezgu maqsadlar sari chorlab tursin. Yurtimiz osmoni hamisha musaffo bo'lsin. Xalqimiz xonadonidan tinchlik, fayz va baraka, mehr, oqibat va farovonlik hech qachon arimasin. Yangi O'zbekistonimizning taraqqiyoti bardavom bo'lsin. Aziz vatandoshlar, barchangizni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bilan yana bir bor samimiy muborakbod etaman. Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi xodimlari aholiga sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Kutubxona fondi yildan yilga ko'payib, hududdagi mahallalar hamda o'quv dargohlari bilan muntazam hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ko'chma kutubxonalar yozgi ta'til davrida dam olish oromgohlarida bo'lib, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun hissa qo'shyapti. Yana Muborakxon Isaqova fikrlariga quloq tutamiz. Shu davr mobaynida markazning kitobxonlari ko'plab yutuqlarga erishdi. Jumladan 2024-25 yillarda Jadidlar izidan respublika ko'rik tanlovida faol kitobxonlar klubi a'zolari Rahmatjon va Shodiyona, Adham va Shodiya viloyat va respublika bosqichlarida g'olib bo'lib, Germaniyaga sayohatni qo'lga kiritdilar. Germaniya taassurotlari bilan o'rtoqlashish uchun uchrashuv o'tkazildi. Ijodkor yoshlar klubi a'zosi Abduvahob va Dilnuraning 5 ta kitobchasi nashrdan chiqdi. Bu albatta mustaqillik sharofati va yurtboshimizning yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyati va qo'llab-quvvatlashi samarasidir. 2026 yil 1-chorak yakuni bo'yicha tuman hokimi Bo'taqonov Furqatbek Tojimahamadov tashabbusi bilan eng yaxshi kitobxon ko'rik tanlovida g'oliblar tuman hokimining 1-o'ringa 10 million, 2-o'ringa 5 million, 3-o'ringa 3 million so'm pul mukofoti va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Biz kutubxonachilar, kitobxonlar so'rovi asosida kitob fondini boyitib boramiz. Markazimiz jami 329.914 nusxa adabiyotlarga ega bo'lsa, shundan bosma nashrlarimiz 29.167 nusxani tashkil etadi. 6 oy davomida biz moliya bo'limi tomonidan ajratilgan 80 million so'mga 2228 nusxa adabiyotlar sotib olishga erishdik.